Bugun men sizga bir mittagina qizaloqni, ya'ni meni o'quvchimni qo'rquv, hayajon va begona insonlarni oldida uyalib, jim turish holatidan qutulganligi haqida gapirib beraman. Biz bunday holatlardan qutulish jarayonida qanday mashaqqatli yo'lni bosib o'tganimizni birgalikda videolar orqali guvohi bo'lasiz. Ko'pgina holatlarda ota-onalar faqatgina farzandidan qo'rqma, zo'r bo'l, qo'shni bolasiga o'xshasang bo'lmaydimi, unday qilsang bo'lmaydimi deb farzanddan talab qilishadi. Ammo farzand bularni qanday hissiyot ekanligini tushunmaganligi uchun ham baribir o'sha hayajoni qolaveradi va yillar o'tgani sari u kuchayib o'zini fikrini aytishga to'sqinlik qilishni boshlaydi. Ammo bu qizalog'imizni ota-onasi faqatgina qizlaridan talab qila qolmasdan uni kelajagi uchun birgalikda harakat qilishdi va meni yonimga olib kelishdi. Biz mashg'ulotlarni boshladik. Insonlarga qanday qilib to'g'ri ochilishni, hayajonni, qo'rquvni begona insonlarning oldida qanday qilib pasaytirib boshqarish yo'llarini hammasini o'rgatdim. Va bizni qizalog'imiz erkin va o'zlarini dadil fikrlarini aytishni boshladilar. Oxirida rezultati qanday bo'lganini mana bu buvijonlari qilgan duodan ham ko'rsangiz bo'ladi albatta. Assalomu alaykum hurmatli Risolaxonni kuzatuvchilari. Hammalaringga alangalik salom. Men Farg'ona viloyatidan keldim. Hayotda bunaqa bolalar hayajon, qo'rquvlarini yengib, hayotda yaxshi gapirish kerak, qo'rqmaslik kerak. Dangal gapirib, yaxshi mana shu kurslarga qo'shilsa, qatnashsa, Xudo xolasa hammaga shifo beradi. Hayotda qiynalmaysizlarki, mana Risolaxonni kursida mana 10 kun davolandik, hammasi yaxshi bo'ldi. Rahmat. Xudo xolasa yaxshi gapirib, Xudo xolasa hayotda o'z o'rnimizni topamiz. Mana Risolaxon hamisha mehnatkash, jonkuyar, samimiy bolalar bilan shunaqa yaxshi ishlar ekan. Rahmat Risolaxonga. Ilohim ikki dunyosi obod bo'lsin. Eson-omon qutulib olsin, qo'liga olsin chaqalog'ini. Shu opajonim, qo'rquv va hayajonni boshqarish, undan qutulish mumkinmikan? Mumkin ekan. Mana biz yaxshi bo'ldik. Mana meni nevaram yaxshi bo'ldi, Xudo xolasa. Xursandmiz. Risolaxonga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin ilohim. Ishlaringizga rivoj tilayman, kuch-quvvat bersin ilohim. Hammalaringga tavsiya qilaman, kelib hammalaring davolaninglar. Hayotda hayajonlanmanglar, qo'rqmanglar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Kelib davolaninglar mana. Rahmat opajonim. Mana shunday joylam, ularni ko'zidagi quvonchni ko'rib, meni kasbimga va tanlagan yo'nalishimga bo'lgan muhabbatim yanada oshib ketadi. Hech qachon hayotda taslim bo'lmang, hamisha o'z ustingizda ishlab rivojlanishda davom etavering.